asosiy bunda nima bilish kerak? Zero emas, typodan boshlab real present. Ya'ni asosiy narsa qara real present, ya'ni to'g'ri bo'lgan, bugun uchun, kelajak uchun sodir bo'lishi nima bu? Real present, ya'ni sodir bo'lishi mumkin bo'lgan ish harakatlari uchun. Qoidasini, formulasini ko'rishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun, if he doesn't study hard, ya'ni u qattiq nima qilmasa, o'qimasa, imtihondan yiqiladi. If he doesn't study hard, he won't pass the exam. Qoidasini yozib qo'yaylik shuni. Hayvonni yozib qo'yaylik, pastga yozaylik. Haqiqat bo'lgan yoki kelajakda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan ish harakatlar uchun haqiqat bo'lgan yoki birinchi testga qolib ketib shuni olib keladi. Yo'q, daftar. Shuni qolib ketibdi-da, olib keladi. Kelajakda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan ish harakatlari uchun ishlatiladi. Senga yordam kerak bo'lsa, meni kelib ko'rishing mumkin. Qanday yordam? Senga yordam kerak bo'lsa, meni kelib ko'rishing mumkin. Qaysi zamonlarda bo'ladi? Ha? Simple bilan keyin ishlatilga bo'ladi. Hozir tushuntiraman. Ha, shuni tarjima qiladi. Ikki tomoni ham bir simple ta'sir xabar beradi deganda. Sen meni kelib ko'rishing mumkin. If you need help, yoki needs bo'ladi. If you need me or if you need help, what? Okay? You can come and see me. Agar senga yordam kerak bo'lsa, sen meni kelib ko'rishing mumkin. Xo'p, bu yerda endi qaranglar. Present simple ikkinchisi keldi-ku. Present simple birinchisi. Endi bundan present simple kelishi mumkin. Badal fe'llar kelishi mumkin. Can, may, might, must, should. Badal fe'llar qo'shib qo'yasizlar. Badal fe'llar. Modal verbs.
Type 1 chiqaradimi? Type 1. Real present. Endi mana buni o'rniga nima desangiz mumkin? Present tensedagi present simple, present continuous ishlatsa bo'ladi. Type 2. Bu nima degani? hozirgi kelajakda Unreal present. Ya'ni unreal present. Xo'p, unreal present formulasi dan oldin qo'ylasini yozaylik. Formuladan qo'ydan yozaylik. Tasavvuriy ish harakatlari uchun ishlatiladi. Qaysiki tasavvuriy ishlar uchun ishlatiladi. Qaysiki hozirgi zamonga teskari bo'lgan yoki kelajakda sodir bo'lishi mumkin bo'lmagan ish harakatlari uchun. Kelajakda sodir bo'lishi mumkin bo'lmagan ish harakatlari uchun. Sodir bo'lishi mumkin bo'lmagan ish harakatlari uchun. Hop, buni nomisi formulasi if simple yoki past continuous. Endi mana bu modal fe'llarning nimasi? O'tgan zamon shakli past. Could, might, should mikan, o'zimizga kerak should. Could, endi would. Could, might, would. Agar vaqtim bo'lganda sport bilan shug'ullanardim. Agar vaqtim bo'lganda sport bilan shug'ullanardim. If I had enough time, I would. If I had time degan bo'ladi, enough time degan bo'ladi. If I had enough
time I would I would train take up any sport. pick up Agar vaqtda bo'lganda sport bilan shug'ullangan bo'lar edi. Mana qaysi zamonda bo'ldi? Past simbolda bu would. Yana bitta lafz bor, maslahat berishdan ajratiladi. Maslahat berishda. Ya'ni sani o'rningda bo'lganimda, if I were you. Lekin mana sani o'rningda hech qachon bo'lib qolmaydi-yu, uni o'rnida hech qachon bo'lib qolmaydi. Unreal, ya'ni o'rnida bo'lib qolishi mumkin emas. If I were you, I would if I were you, I agar o'rningda bo'lganimda iPhone Pro olgan bo'lar edim. Endi ko'makqilinglar bo'ladi-ku. O'zimizda ham. Sen o'rningda bo'lsang bunday qilgan bo'ladi, mana bunday qilgan bo'ladi. O'zi qilmaydi. O'rnida qilib beradi. I will do, I will buy, I will Type 3. Qo'ydasi. O'tgan zamondagi real o'tgan zamondagi faktlarga teskari bo'lgan hayoliy ishlar uchun, ish harakatlari uchun hayoliy. O'tgan zamonda o'tgan zamondagi faktlarga teskari bo'lgan hayoliy ish harakatlar uchun. Endi bu to'liq o'tgan zamonga qarab ketadi. Mana bunda nima bor edi? Hozirgi zamonga aloqasi bor edi buni. Unreal present dediku, present. Hozirgi zamonga aloqasi bor edi buni. Mana buni ham hozirgi zamonga aloqasi bor-da. Mana vaqtim bo'lganida men sport bilan shug'ullangan bo'lardim. Kelajakka tayyorlik. Bunda esa umuman o'tgan zamonga. Nima dedik? O'tgan zamonda faktlarga teskari bo'lgan hayoliy ish harakatlari uchun. Va shu bilan birgalikda express regrets and criticism. Regret bo'ladi. Afsuslanish uchun ham va kritika qilish uchun, ya'ni nolishni nima deydi? Kritika qilish ko'proq nolishda o'zimizga. Afsuslanish uchun. Bu regret afsuslanish uchun. Afsuslanish uchun deb qo'ydi, afsuslanish uchun ham ishlatiladi. Shu bilan birgalikda afsuslanish uchun ham ishlatiladi. Misol mana imtihon payti o'tib ketdi. Hozir sentyabr oyi, to'g'rimi? Agar qattiqroq o'qiganimda edi, men institutga kirgan bo'lardim. O'tgan zamongami? Qattiqroq ishlaganimda edi.